Yuzlarim ham Tushunyapmanmi? Qisqasi hozir Umurbek o'quvchimiz duduqlarish bilan kelganlar. Agar zo'r o'tsalar, mendan gramotni oladilar. Agar shu opamiz gapirtirganda hayajonlanib qolsalar, mendan sovg'a ola olmaydilar. Qani ko'ramiz? Duduqlanib qoladilarmi, yo'qmi? Eshitamiz. Qani? Savol bering opajon. Sizning ismingiz nima? Mening ismim Murbek. Familiyangizchi? Familiya Pagayev. Qayerda yashaysiz? Men Toshkent viloyati O'rtacho'rchi tumani Nurafshon shahrida yashayman. Qayerda o'qiysiz, yo ishlaysizmi? Hozirda o'qiyman, talabaman. Toshkent davlat Endi agrar qo'llarni ishlatmasdan, qani, qanday gaplar ekansiz, sizni qiynaymiz ozgina endi. hozirda 4-bosqichda o'qiyman. Biz oilada 3 kishimiz. Dadam, oyim va men. Men bo'sh vaqtlarimda ko'proq sakrayman. Adashib qoldim. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Men kelajakda o'zimning soham bo'yicha injener mexanik bo'lmoqchiman. Молодец, qarasang. Bo'lsa, ertaga olasiz. Ular ham ko'p siz o'zingizmi? shoshib qolaman. Dovdirab qolaman. Qo'llarim ham qaltiraydi. Yuzlarim ham qizarib ketadi.